siz qaysi millat vakili bo'lsangiz, o'sha tilda gapirishingiz shart deydi. Bo'lmasa boshqachasiga boy berib qo'yar ekanmi? Shuning uchun men faqat o'zbek tilida gaplashyapman yoki faqat tojik tilida gaplashaman deb aytishyapti. Bu narsa juda muhimligini odamlar o'zi tushunib yetyapti ekan. Va Jamila opa bilan suhbatda bitta voqeani aytib berdi. O'zbekistonlik bir o'g'lini, qizini, xullas farzandini olib kelibdi. U bolani maktabdagi o'zlashtirish ko'rsatkichlari juda ham susayib ketgan. Ya'ni o'sha shved tilidagi fanlarni ham, boshqasini ham o'zlashtira olmagan, o'ta olmagan, nimadir bo'lgan. Olib kelishgan bunga. Va gaplashsak, u na shved tilida gaplasha oladi, na o'zbek tilida gaplasha oladi. Birorta tilda ham bir gaplasha olmaydigan, bir bo'tqa tilda gapiradigan bola bo'lgan. Sababi deydi, ota-onasi kelganda shved tilini o'rgansin deb shvedcha gapirgan deydi. Yarmini o'zbekcha gapirgan. Masalan, telefonni olib kelsa, telefonni shvedchasiga aytgandir, suvni shvedchasiga aytgan. Mana shunaqa qilib aralashib ketgan. U bolani endi rivojlanayotgan ongi faqat bitta tilda, o'sha 5 yoshgacha, 3 yoshgacha bitta tilda gapirish kerak, unga o'rgatish kerak. Ya'ni bazasi shu tilda qurilishi kerak ekanda, u aralash gapiraverganiga na uni, na buni o'zlashtirmagan, arosatda qolib, shu baribir yaxshi bo'lmabdi. Maktabni tugata olmagan ham deyarli deb shunaqa afsus bilan gapirib berdi.